Kenguru men sevgan brend qo'limizda va doimgidek qo'shimchalardan boshlayman. Mana qaranglar. Oddiy qog'oz emas, sizlarga har bitta krossga gazeta qo'shib beryapti. O'zi haqidagi o'zining ma'lumotlarini ochishga harakat qilaman. 2 barobar ko'p emas, lekin baribir qiziq ochiliqoq. Marhamat. Umuman bu krossovkani olarganlar rostdan ham o'qiydi, rostdan ham sevadi krossovkani. Va meni xursand qilgan narsa, mana bu ipni ko'rinishi oldin kichkina paket, qog'oz paketga solib berardi, hozir bunaqa elegantni ko'rinishga olib kelinibdi va anaqa nakleykalar bor, yana ichida bitta-ikkita va asosiysi cross. Coil R3 klassik qora rasvetkada va oyoq kiyim bomba. Doim yoqqan menga Kenguru 99% holatda va bunda ham mana marhamat qo'limizda Kenguruni Coil R3. Xo'p, Dynacoil sistemasidan tashkil topgan, ya'ni Airmax sistemasi ichiga yashiringan va mana bu ko'pigam yumshoqqina material, koja, zamish hamda tekstil materialdan tashkil topgan, даже plashovka ham aralashgan yoki bu plashovkaga tekstil aralashgansa to'g'riroq bo'ladi. Kenguru logotipi bunaqa tezlik ko'rinishda va bunaqa grip formatida tushirilgan. Eshitdinglar? Va ichki qismlari oyoq kiyim quchoqlaydi va Kenguru nomi bekorga emas, cho'mcha sifat cho'mchagi bor. Aniqrog'i mana bu o'rtasida tilida bu o'sha sir emas, orqasida spoiler logotip va narxini qaramayman, hozir qarayman. Xo'p, korobkasi zo'rda, обработкалari ham zo'r. O'sha krossovkaga mehr bilan yondashadigan brend, o'shaning uchun ham yaxshi ko'raman va bu Germaniyada joylashgan, mana bunaqa Made in Germany oyoq kiyimlari bor, juda ham ko'p, do'konimizda ham bo'lish kerak. Qaranglar, mehrga qarang, mana rasm o'zi mehrda. Bitta opa kampir tikyapti, shuni ham bor, gap yo'q. Narxi hozir qaraymanda aytaveraman. Narxi $119 ekan, men ko'proq kutdim, 170-150 atrofida, lekin 119 ekan. Zakaziga va razmerlar bor ekan. Buni молочный rasvetkasi ham bor, unaqa rasvetka молочный. Buni ham obzorni profilda ko'rsangiz bo'ladi. Tavsiya qilaman.